Assalomu alaykum. Mana yangicha inkubatorimiz tayyor bo'ldi. Video davomida bu inkubatorlarimizga nechta tuxum sig'adi, narxlari, qanday ishlatishni aytib o'tamiz. Ko'pchilik ko'rmasdan turib, inkubatorda ko'rmasdan turib sotib olishga o'ylanadi. Ochadimi, garantiyasi bormi deb ko'pchilikda savol tug'iladi. Mana shu videodagi telefon raqamga Telegramdan yozsanglar, Telegram kanalimizga qo'shib qo'yamiz. Telegram kanalimizda bizdan sotib olgan mijozlar natijalarini qo'yib boramiz. Bizdan sotib olganlar video qilib tashlashadi, necha foiz oshdi, qanday ochirishdi, shular haqida video qo'yib boramiz Telegram kanalimizga. Bu inkubatorlarimiz hozir bu yerda ikki xil inkubator turibdi. Bir xil yasalgan, faqat tashqi ko'rinishida farq qiladi, narxlari ham ozgina farq qiladi. Birinchida turgan inkubatorimiz to'liq MDF dan qilingan, umuman sinmaydigan material. Ko'pchilik MDF bilsa kerak. Oldidagisi Decor Plus. Bu ham baquvvat. Ikkisini farqi, ko'pchilik uzoqroq yerga dastlabki qilganimizda MDF mana bu dekorligimiz singan, ba'zida singan holda yetib boryapti. Shuning uchun MDF variantini ham qilib qo'ydik. Narxini 100 ming so'm farq qiladi. 100% bir xil ishlashi ham, hamma narsasi bir xil qo'yilgan. Tuxum sig'imi ham faqat ustidagi qoplamada farq qiladi. Ikki qavatli bo'ladi, qalinligini ko'rishingiz mumkin. Ichi Penaplex dan bo'ladi, tashqarisi MDF bo'ladi, chekalari plastmassa burchakli qilingan bo'ladi. Bu inkubatorimiz ham xuddi shunday, ichi Penaplexli bo'ladi, tashqarisi dekor bo'ladi, yonboshlari plastmassa burchakli qilingan bo'ladi. Bu inkubatorimiz eskicha inkubator. Bugundan mana shu inkubatorlarimiz tayyorlashni boshlaymiz. To'liq MDF bo'ladi. Sifati juda zo'r. Ikkalasi bir xil. Ikkalasiga 70 dona tovuq tuxumi sig'adi, 200 tacha bedana tuxum sig'adi. Qolgan parranda tuxumlarini ham o'chirsanglar bo'ladi. Inkubatorimizni yoqib ishlatib beramiz. Bu yerda ikkita sim chiqqan bo'ladi. Birinchisi 220 razvedka suv ishlatasizlar. Agarda svet o'chib qolsa 12 volt mashinani akkumulyatoriga qo'yib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Faqat mashinanikiga, boshqa skuterdiki yoki boshqa narsalarda akkumulyatorni qo'ysanglar kuyib qolishi mumkin. 220 razvedka suqamiz. Inkubatorimiz ishga tushdi. Birinchida turgan termoregulyatorimiz. Inkubatorni yaqqanimizda bir marta motorchik aylanib to'xtaydi. Bu motorchigimiz 2 soatda bir marta aylanadi. Gatokini 2 soatda bir marta aylantiradi. Birinchida turgan termoregulyatorimiz issiqlik bir xil tushadi. O'rtadagisi namlik, kattasiga qaraysizlar. Oldidagisi tuxumni aylantirishda o'chirib yoqadigan knopkasi. Ichki qismiga keladigan bo'lsak, kitobchasi qo'shib beriladi. Ko'rishingiz mumkin. Garantiyalari ham bor. Ichida mana setkasidan boshlaymiz. Setkasida mana bu po'kalar tashlab beramiz, qo'yib beramiz. Mana bu katta po'kagini tuxum ozroq bo'lsa, siljitsanglar bo'ladi. Tuxumga qadab turib terasizlar. Tuxum terish tartibi uchli tomonini pastga qilib, yo'g'on tarafi bo'ladi, tepaga qaragan holda teriladi. Bir qatordan terib chiqarasizlar. Bir-biriga yopishtirib, joy qolmaydigan qilib terasizlar. Agar tuxum ko'p bo'lsa, polni teraman desanglar, mana bu po'kaklarni olib tashlaysizlar. Mana po'kaklarni olib tashlab, polni terganinglardan keyin orasida bo'sh joylar, qimirlayotgan joylar bo'lsa, sindirib, qistirib qo'yasizlar. Tuxum umuman qimirlamaslik kerak, tuxum terganinglardan keyin. Pastda suv idishi bor. Suv idish ikki yonboshdan o'rtada turadi. Devorga yopishgan holatda, chunki naryoqda ishlankasi bor. Ishlanka orqali suv quysanglar bo'ladi. Ishlankadan suv quyasizlar. Suv quyish tartibi 19 kungacha suv idishiga yarimdan oshiqroq qilib iliqroq suv quyiladi. Bir xilda 3-4 kunda bir marta suv quyib boriladi. 19-kuni suv idishiga to'ldirib issiqroq suv quyiladi. Namlik ko'tariladi shunda. Namligini ligirovka qilish uchun
Mana pastda ligirovka qiladigan dimoxodi bor. Ochsanglar namligi tushadi, yopsanglar namligi ko'tariladi. Pastda ventilyatori bor. Ventilyator orqali issiqlik bir xil tushadi, spiralli ventilyator. Tuxum terganinglardan keyin, polniy tuxum tergandan keyin mana bu ikkita simini tuxumning ustiga tashlab qo'yasizlar. Issiqlik va namlikni o'lchaydigan simi bu. Keyin tuxum tergandan keyin mana qo'lda buriladi. Qo'lda burab turib, xohlagan tarafinglarga mana sepini tarang qilib qo'yasizlar. Xohlagan tarafga sepini tarang qilib qo'ysanglar, 2 soatda bir bu yoqqa boradi, 2 soatda bir bu yoqqa boradi. Mana bu gradusini o'zgartirishinglar shart emas. Knopkasini bossanglar buzilib qolishi mumkin. Biz qo'ygan gradusda ochib chiqadi. Bedana ham, tovuq ham, boshqa parranda ham oxirgi kungacha mana shu gradusda ochib chiqadi. Keyin 19-kun kelgandan keyin bir xilda faqat sizlarning ishinglar suvga qarab tursanglar bo'ldi. 3-4 kunda bir marta yarimdan osha suv quyib tursanglar bo'ldi. Keyin 10 kundan keyin, 11 kundan keyin shamollatish bo'ladi. Qopqog'i yopilgan holatda turgan bo'lsa inkubator, ertalab kech payt 5 minutdan qopqog'ini ochib qo'yasizlar. 5 minut qopqog'i ochiladi, ya'ni yopiladi ertalab kech payt. Kitobchasida ham yozilgan. Keyin 19 kungacha shamollatilinadi. 11-kundan 19-kungacha ertalab kech payt 5 minutdan shamollatilinadi, qopqog'ini ochib qo'yiladi. 19-kun kelgandan keyin sepini to'g'irlaymiz. Sepini tekis qilib qo'yamiz. Tuxumlar ochishga qulay bo'lishligi uchun. Yonbosh holatda tursa pastga tushadi, pastga tushib ventilyatorga qisiladi, ventilator kuyib qoladi. Shuning uchun mana to'g'ri tekis qilib qo'yib qo'yamiz. Oxirgi 19-kuni 19 kungacha issiqcha tomonda bosilgan turadi. 19-kuni 0 ga bosib qo'yasizlar. 19-kuni 0 ga bosasizlar, setkani tekis qilasizlar, inkubatordan jo'ja ochishni boshlaydi. Keyin 19-kundan keyin qopqog'ini umuman ochmaysizlar 2 kun. Ichidagi namlik tushib, jo'jalar ochmay qolishligi mumkin. 2 kun qopqog' ochilmaydi. Dimoxodni ham yopib qo'yasizlar. Bo'ldi, qilinadigan ishlar shular. Aytganimdek 70 ta tovuq tuxumi sig'adi, 200 tacha bedana. Eski inkubatorimizdan 10 donacha qoldi. Shularni tugatib, yangicha inkubatorimizni boshlaymiz. Ancha baquvvat bo'ladi u. MDF material. Eski inkubatorimiz narxi 750 ming so'm. Yangicha inkubatorimiz narxi 850 ming so'm, 100 ming so'm farq qiladi, lekin sifatida emas, korpusida baquvvatroq bo'ladi anchaylar. 70-80% ga himoya kuchli bo'ladi bu inkubatorimizda. 10 dona qoldi. Xohlasanglar 750 ming so'mlik varianti bor. Ikkalasi bir xil. 10 dona tugagandan keyin 850 ming so'mlik variant qoladi. Hozircha ikkalasidan bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, dastavka xizmati bor. Telefon qilib tushunmasanglar, Telegramdan yozinglar. To'lovlar oldindan bo'ladi yoki o'zingizlar kelib olib ketishinglar mumkin. Manzil Andijon shahrida. Garantiyalari bo'ladi.